Mening ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galeskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi dostum. Mende sırlıq kuch-quvvat var. Lazım bo'lganda şemşirimni chiqirib qattiq tovlayman. Bana kuch-quvvat ato qildi! Bu çağda yolvas Erish yolvusiga aylanadi. Men Hiymanga, alemdeki en kudretli adamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadodberi so'zsiz. Yasao, Denkin va Olko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantog qalasini kelgan olvoslar bilan kurash qilamiz. Senin tayarlığın bitti mi? Ha? Ha, bitti. Askerlerçi? Ulan benim buyruğumda kütüp duruyordu da. Yok, benim buyruğumda kütüvatıdı. Ha, elbet şunda. Yaxşı o, Hiymen'in yolumuzu tosuşunu kütkendim. Çünkü bu kıtım onu nabut kılıver. Oldu, bunu şu turkum bilen tosyalayma. Bu nersi yoluqib qasını kaçamaydı. Qaraganda sen yana bir narsa kashf qilgandek qilasan Yasao. Xiyman buningdan nihoyat abchillik bilan paylini olaydi. Shundaqda da uning shunda qila olishi ishinimi? Aha, şundan mı? Hem bir desem bola. Oh, yine emsi merhamet, körpa qayli oku. Oh. Hozircha bo'lmaydigandek qiladi. Navodi biz uni bo'shatmasak, Salma odam davomli tutib turadi. Boptu. Qaraganda sizlar meni ketkizib o'tirganda qilsizlar. Ehtimol ikki qutupluq lampadan chiqargan quvvatini o'zgartgandilar. Yo'q, meningcha ta'virtish chastosidagi masalamikin deyman. Sizlarning bu kashfiyotdan paylini olaydiganliginglarga ishonaman. Bu salma o'z kuchini ko'rsatdi. Shundoq emasmi? Agar biz bu konubkani burab qo'ysak, nur iqimini tizgilay olamiz. Voy, hecabma qiziqarliq narsa ekan-ku bu. Biroq kechiringlar. O'zinglarning salmonlarni xotirjam tadqiq qilaveringlar. Birisi bilan uchrashmoqchi edim. Yaxshi gap. Muhimmish. Shahzoda odam boshqa ishlarga nima uchun bunchalik qiziqmaydi? Hamish ko'ngil ichish bilan bo'lib ketadi. Bundoq bo'lmas. Bu yoqqa kel Erish yolvusi. Bizga yana vazifa chiqdi. So'sirisining bizni ko'rgisi kelib qopti. Yani xatarlik ish yuz bermagandi, ilohim. Oq quvvat ato qildi! Hey! Ben Hiyman! Mangayli Erish yolvusi, biz derhal Galeskar qal'asiga boraylik. Yani nimiga saqlayib to'qmangdiq amsa.
Sorceress, biz keldik. Haman keldiganliginglarni biletdim. İş intayin ciddi. İskilit Şah yeni Etnir padişahlığı hücum qilish maqsadida bo'lyapti. Sizlar darhol stadiy kirayiniga beringlar. Biroq u yerda uzundan buyon echilmay kelayotgan o'rmonlikdan boshqa hech narsa bo'lmasa. Hozir tamoman o'zgarib ketdi. İskilit Şah, Tümür Egiz Maxluq va Bosman boshchiligida bir turkum lashkarlarni evatib, Etnir padişahlığı hücum qilmoqchi bo'lyapti. Oxiri Galiskarni egallab, uning sirini bilmoqchi. Biz bu harakatimizga Yasovolni qatnashtiraylik. Sen nihoyat pamlik Xiyman, lekin diqqat qil, shay ila o'zgarib turdi. Kuchimning yetishi tirishimi? Fikringga qo'shilaman deylar. Bu qurilmadagi chatoq jazman elektr magnetlik nur chastotasidan chiqqandek qiladi. Biz to'lqin uzunligini tanishib, ularni qisqaroq qilaylik. Shunda qilamdiq dada. Shundaq, nihoyat yaxshi. Navoda aylanma elektron yo'li kengayib ketsa, aylanma lazer nuri hosil bo'ladi. Men kunubkin tanishib boqay. Bo'ladi. Uni o'ngga 2 qataq yo'tga. Bo'ldi deylar. Qarag'anda biz cho'qim g'alaba qildirgandek turamiz. Yana tirishaylik. Ha, seni cho'qim o'shyada deb o'ylagandim Yasovul. Oh, Xiyman. Mana men deyla. Nima ish? Ya'ni shu iskilit Shah O'timir Egiz Maxluq va Bosman orqali Etnir podshohligini ag'dirib tashlamoqchi bo'pti. Oho, yana shu ag'dirmichilik plani. O lashkarlarni evatibdi. Biz ularni cho'qim tepishimiz va to'sib berishimiz kerak. Bo'ldi, iskilit Shah qo'zg'aldi. Biz tezroq mangaylik. Amsi mayli. Yo'q, sen qilib kelib lazer nur salmoni tadqiq qilaver. Biroq dada, meni o'rnim Seva Xiyman bilan o'xshash-ku. Bu qurilmani sen o'ngshab bo'lsang, sening to'ypan uningdimi cho'ng bo'ladi. Shunda dada. Demek sen rastlı dostlarım ulan beni tosu olayman deb o'ylaydigansan-da, Xiyman. Ömür Egiz Maxluq bu qo'shbosh ilanjillarni boshqara oladi. Tez bo'linglar. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Ular Osmonning boshlig'ida men ko'rsatgan strategik yo'nalish bo'yicha hujum o'tib, g'alaba qiladi. Ondan men Etnir podshohligining hukmroni bo'laman. Uzoq qolmay butun Galiskarni shol qilaman. Lashkarlarim Xiymanni bosh ko'tarmas qilib o'tadi. Oko, derhal ishxonama kel, bo'lamdi. Oh, siz kelgandimi? Ha, herhal tiz keldim. Isig'ni bo'lsin, men degan bir sevgikor. Sen uchun har qanday ish qilishdan bosh tortmayman deylar, ha? So'zing nima degan chiroyli. Ha, hozir meningcha bu kashfiyotimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Sen menga yordamchi buni sinab qilishpagin. Ma'suna qilsansan? Voy, sen hilini ma'qul bo'lganding-ku. Ba'zida so'zni chag'ilmay qilib solaman. Bo'ladi deylar, nima ish qilaman? Sen o tarafga beribdi. Oko, bo'shinib chiqib boqqan haqini men ko'ray. Vah, men muvaffaqiyat qozondim. Lazer nur salni o'z kuchini ko'rsatdi. Endi vazifam tugadi. Ha, dadam bilan Xiymanning faoliyatiga meni qatnashtirmaslikqa asos qolmadi. Shundoq emasmi? Lazer nur salmining ularga foydasi tegib qolar. Oh, deylar, meni bo'sh tutib qo'ygan. Oh, Oko, albatta, sen chidab turg'in. Tümür Egiz Maxluq bilan Bosmanning hiylasi ko'p. Yana iskilit Shah buyruq tushiryapti texi. Oh, deylar. Ha, ozroq chidab tur. Men seni hozirda bo'sh tutdilar. Oh, qarasana deb g'ayshimga. Bu yerda odamning qarisimi ko'rinmasa, yana nədiki lashkarlar ekan u Xiyman. Ular cho'qim o'sha atrofda. Ularni cho'qim topmasak bo'lmaydi. Ajoyib ish. Bir qorovulmi ko'rinmaydi u. Ajoyib sirli ish bu. Yaxshisi biz bo'linib harakat qilaylik. Sen o tarafingizda.
ehtiyat qil. Yasavul, amal qilib, uchar şanığı chiqib olg'in. Payt geldi. Endi şeriklerini yasavulni kütüp ilişki evet. Ah, boludu. Skelet şah. Ben bozma. Sana buyruk kılıma. Derhal atlan. Yaxşı bosman. Planımız tazı cayı doğrulandı. Öpkeni besal her şey Lucy. Heyman, beni tutuzma. Tez bu. Beni tutuldurgun. Yasavul. Bosman çokum bunun keyini yüşürdüm ağa neme. Lekin iskilit şahının elisini bekine. Onu çokum eniqlamay koymayım ben. Ah, senin gerginliğini karşı alımız. Yasavul. Ha? Afsoski, ikkimizning hissiyoti qilchimi o'xshamaydi. Bunun karıcağlı. Sen onu emdi işildenmeyse. İşlemini işildenmeyse. Ömür kız. Hop, Skilitşah! Hemen aldam halkımız düştü. Hazır o yasavulni tutuşmakçı. Askerlerini buyrukta yakın. Buludu! Ben hiç düşünemedim. Ormanlıkta karavul yok mu? Ben mi düşünemedim? İskelet şahının atalmış xil leşkerlerini ağzınız körüp bakmadım. Bu meni teximiz həqiqləşdirdi. Mağaylı. Taz caydı qıldın her şey olursa. Bu əbləhlər nədir peyda oldu? Bu sualınğa o nimelerle cevap vereleydi. Tez bol her şey olursa. Yak, bombaydı o. Sen rastırlı sekirmekçi mi? Her şey olursa. Ay. Yani bir kaldı, uyakta. Bu maşini gango. So'siriz bizni xili burunli ba'zi narsa hargiz asli qiyofat bo'yicha ko'rinmaydi deb ogohlantirgan emasmi? Skelet shahning yana qandaq hiyla nayrangdir borligini bir ko'rib boqaylik. Aldırma Heymen! Oyun emdili başlandı! Ulanı tutun la! Oho, bu ulanın tengdaşsız xil leşkerleri ekan da, ular o'zimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Shundaqmi, har şey bo'lsa? Ay.
Abdahlar bizden tezgende aldırmay toh. Abdahlar. Bu iş bana apamdan sözlep bergen bir xil oyununu esnetti. Elişaylı. Ulan köpeydi, bol her şey olursa. Bu kıyımın bol değil mi? Davamlı kuruş. Lekin benim koş başlık ilancılarım sanaksız. Kıyma! Sen mi ahir amal kılamaysa? Bunu bilemse? Ha? Aldırıp haşvap gitme Bosman! Kıymet! Ben bu yerde! Bunu tut! Lazdırını salma öz için köz tutu! Aldın mı? Bunun sana hiç kanda faydası yok Kıyma, bilemse? Ha? Dila, kada kızım bunu da! O tarafı konup kınıp bassanla salımı taşla şıklarını küçey tutu! Vaqt kes, tez bolaylı. Qaraganda ular qoşbaşlıq ilancınlarını türkümləb çıxırıb atqandək qılıdı. Senin to'nglatış əsvabın uları tənkiləməsmi deyila? Dadam nerede? Onu Bosman degan uzun jonluq məxluqның bədbəşiri toru uruvatdı. Onu hazırda berib qutqızımən, qutunmu? Her şey olursa tez bol. Batırıp da. Duh! Tömür yığız alvastı! Herhal önüm verdi. Aldırıp hoşup gitme değil ha. Sen bana terkilemeysen. Bu akılsız dörtle. Ben olmasam hiç işin vücut kışkıramayısın. Haydiş! Ömer Ağız, Osman, tez ilan devre çıkınla. Tez buluş! Sen de galiba kımmadın Heymen. Sen o Cenab-ı Yasa oğlunla yeğeniyle bizim kolumuzda. Dadam! Sen neymiş ki amal kılıp onu kutuzmaysa? Ha? Bu iskaner her qandaq canlıq nərsini tapa alaydı. Qara, inkas qaytırıb atıdı. Çok omurtağında. O nima? Bu kalva. Bu otomatik partlaş kurulması. Bu cezmen kaçlı kılalaydı. Endi Yasa oğlunun yerde ölmekten başka çaresi kalmadı. Ha? Heymen, ben bu yerde. Mani mən deyila. Biz keldik. Avtomatik partlaş üskünüz nerede? Mening sol tarafimda, ana, ayada. Sana köp rahmet Heymen. Oh! Dadam sahken ben bek hoş bop gitip attım. Yani bir iş kaldı. Berip çıkış süretmesem zadı olmaydı. Hele can meydanını üzül kesil tanzim etişim gerek. Şunu ben lazer nur salmını yasap bulupla senin ve Heymen'in kışık yetip geldim. Oo, buldu beni saklayayım valla. Ha? Hey, ne oldu? Minant sen bunu qanç kızıqıp ketmeysen kodayma. Oh, undaq muayyenleştirip etme. Esingde bolsun deyla. Bazı vakanın mahiyeti onun görünüşüne okşamaydı.
hikoyamizda dadamdan o'ylagan ishimni qilishga ruxsat qilishni talab qildim. U qo'shilmagan bo'lsa-mu, oxiri qildim. Ta'limga yarasha biror ish chiqmadi. Dadam opamlarning to'g'ri bo'lishi natayin. Biroq ular bizning qilmoqchi bo'lgan ma'lum ishimizga faqatla unamay turib olsa-mu, hamon to'liq sabablar bo'ladi. Meningcha, bizni yaxshi ko'rib, biz uchun o'ylaydigan kishilar har vaqt bizga g'amxo'rlik qiladi. Buning hammasi yaxshi ish. Bilishingiz kerakki, ular bizni yaxshi ko'rganligidan bizga ruxsat qilmaydi.